kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos qilgan bo'lardik. Ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Ko'rish davomida like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 1-iyunda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. 2-3 iyun kunlari asosan quruq va juda issiq ob-havo kuzatiladi. Shamol g'arbdan sharqqa o'zgarib 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 1-iyunda 36-41 daraja iliq. 2-3 iyunda 38-43 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 1-iyunda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. 2-3 iyun kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, kunduzi 1-iyunda 38-43 daraja iliq. 2-3 iyunda 40-45 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 1-iyunda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. 2-3 iyun kunlari asosan ochiq va juda issiq ob-havo kuzatiladi. Shamol yo'nalishini o'zgartirib 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 1-iyunda 35-39 daraja iliq. 2-3 iyunda 37-41 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 1-iyunda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 2-3 iyun kunlari yog'ingarchiliksiz va juda issiq ob-havo kuzatiladi. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 26-31 daraja iliq, kunduzi 1-iyunda 41-46 daraja iliq. 2-3 iyunda 43-48 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 1-iyunda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. 2-3 iyun kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 22-26 daraja iliq, kunduzi 1-iyunda 34-38 daraja iliq. 2-3 iyunda 36-40 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 1-iyunda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Baland tog'li hududlarda yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. 2-3 iyun kunlari yog'ingarchilik ehtimoli kamayadi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 1-iyunda 26-31 daraja iliq. 2-3 iyunda 28-33 daraja iliq bo'ladi. Sizlarni ob-havo ma'lumotlari bilan tanishtirdik. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat. Bundan qiziqroq ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. Agarda ma'lumotlar yoqqan bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.